Қатты. Сәлем достар. Достар, biz bugün kafeye baramız. Men burger yiyeyim деп kettik. Biz geldik. Жить один кafeye. Sınava oturmadık biz. Sakızım keyin çıkacak turayım. Mamamla da burger yiyeyim. Yıktı bu oyun sakızım keyin. Aylin. Kakas geldi. Ötedemden keyin sizlerде жиаданамыз. Мен кафеге келіп жатырмын, мен кейде келдім. Лайк басып комментарий жазыңыздар. Достар, бургер өте тойымды, әрі тәтті болды. Және мені қолдап лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Мен тамақтанып болдым, айын армандарымды жазуға кірісейік.浸在往昔的时光，悠悠岁月刻在心房。Тамақтанып үйге қайтып жатып кеттік. Достар, күн өте ыстық болды. Достар, мен десерттің орнына мороженое isteyeyim деп шештім. Ал кеттік. Dostlar, men uyga keldim. Men morojenovlarni olib oldim. Al endi sizlarga faktlar aytam, so'ngra keyin ko'ringizlar. Dostlar, men uyga keldim. Al endi sizlarga qiziqli faktlar aytуға dayonman. So'ngra keyin ko'ringizlar. Tanga olasizlar. Podpisatsiya etib qo'yingizlar. Birinchi fakt. Dostlar, 8 oyoqdan 3 yuragi bor ekan. Oh my god! Kelesi bize ko'belik oyog'imen damda sezadi. Nega g'ajab. Al delfin bo'lsa, bir ko'zin ochib yo'qday oladi. Dostlar, koala kuniga 18-22 soatda yo'qdaydi. Ay yig'basay, al misiq bo'lsa, misiq u 100 tilni biladi. Masalan, menga misiqning o'rnida bo'g'im kelib ketdi voy. Bizning vlogimiz oyog'iga yetdi. Endi podpisatsiya etib, like bosib, kommentariy yozib meni qo'llab ketingizlar. O'shunday videolar bo'yicha ko'p bo'ladi. Kelasi videoda kesishguncha sog' bo'lingizlar.